Men qidiruvda ekan qadrli yurtdosh, shuncha yerga qarab olgan. Nimaga bu yo'lga kirib qoldi? Singlim boshlab qoldi. Eri urishadi. Eri ham bor. Shunchalik jonilarga teguvmi dedim, deb aql berib yubordinglar. Yo'q, hali to'y bo'lmagan. Siz qalaysiz? Yaxshi. Kayfiyatingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ismingiz nima? Xurshida. Nima deb xomush o'tirasizmi? Hozir qonun chiqdi, eshitdingizmi yanga? Qanaqa? Chiroyli bu insonlar xomush bo'lib o'tirish shtraf solinyapti. Hozir sizga hozir shtraf solib ketishimiz kerak. Yo, kuling. Kuling mana kameraga qarab. Quyosh chiqish kerak. Qiz bola zoti kulib yurish kerak. To'g'rimi? Oxirgi marta qachon yig'ladi? Shuni aytingmi? Kecha. Kim o'sha iflos? Kim yig'ladi? Ayta olmayman, o'zlari ham ko'radi. Aytish kerak. Chetda ta'sir qiladi. Mana o'sha siz yig'latgan insonga bugun nima gapingiz bor? Qalaysiz? Odam emas ekansiz. Ilohim nima? O'z mana inson mana aytishadi, qiz bolalar mana yig'lab alamini chiqaradi deydi. O'z mana suhbatlashgisi kelsa, ba'zida kim bilan dardingizni aytasiz ko'pincha? Ayamga? Endi ayaga aytilmaydigan dardlar bor. Opamga. Opingiz bilan demak siringiz yo'q chiqana. Hammasini aytasiz. Lekin yoshlikda eng ko'p yaxshi ko'raman. bolalikda eng ko'p urushgani shu opingiz bo'lgan. Nimani kelishamasdinglar opa singillar va kiyimlarim kiyib ketardi. Opingiz sizni kiyimlaringiz to'g'ri kelarmi? Razmerimiz bir xil bo'ladi. Hozircha bormi shunaqa holat? Yo'q, hozir meni katta razmerga. Bo'ldi. Duolaringiz yetib bordi. Keling hozir mana kursimiz boshida hozir. Opangizga tilmoq boshlaylik. Yaxshi ko'rishingizni aytasiz. Qani nima reaksiya bildirar ekan opangiz? Qancha pul kerak deydi. Yo'q. Qanaysan, yaxshimisan? Senda gapim bor edi. Qanaqa? Seni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Boringga shukr. Yaxshi ham borsan. Sen ham eng yaxshi singilsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Milliy kanalda bunchalar zo'rsan degan ko'rsatuv ko'rganmilar? Kecha Instagramda ko'rdim. Bunisida o'zingiz chiqyapsiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi, Diyor opa? Charchamayapsizmi? Rahmat. Bu singlingiz butun oynajahonga chiqib sizni shunday g'iybat qildi, kiyimlarimni kiyib ketardi. Yoshligimda urardi meni besabab, ta'ziq o'tkazgan, qiynagan meni, ovqatlarimni yeb qo'yardi deb hozir shunday yomonladi. To'g'risini aytibdi. Lekin qarang, shuncha urushgan bo'lsanglar ham, shunchalik baribir jigardan xafa bo'lmayki, to'g'rimi? Nima xafa bo'ladi? Bo'pti, qani erkalating, qani singlingizni biror nima deb, qani bu yig'lasin qani. Yig'lamayman, Ora, o'yim, o'zimni. Chempion erkalash bo'ldi, chempion. Sizlar nima deb erkalaysizlar o'rtog'inglar? Kecha tanishdik. Buni laqabi Qoravoyim aka. Opa aytdi. Bunchalar zo'rsan.